Assalomu alaykum hammaga. Biz Xudo xolasa navbatdagi ko'mir kotyolimizni o'zining egasine topshirdik. Bu kotyolimiz Teplo Shavat 350-400 kvadratlik. Shavat O'zbekistonga ketdi. Bizdan hamma o'zlarini xarid etdilar. 22 million so'm pul bo'ldi. O'pshi. Turbalarning 2-1 stinasida demir turbalar oldilar. Bizden şu batareyalarni xarid etdilar. 75 ming so'mlik 1.8 2 kvadrat qizdiradon İtalyan texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan batareyani oldilar. Batareyamiz ham dur element deb aytiladi. Ishlash muddati 25 yildan 30-35 yilgacha ishlab beradi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda videolarga like bilan bog'lanaverasizlar. Ekranda nomerlari like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, xudo xolasa shuningdek chiroyli отоплениyalarni, ko'mir kotyollarni, boshqa turdagi gaz kotyollarni hammasini video obzor etib ko'rsatib boraveramiz, xudo xolasa. Shu like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, yana xudo xolasa dastlabkamiz ham shu nani ichida bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati bo'ylab bize dastlabki etib beramiz, xudo xolasa. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, quri kotyolni o'zi kerak bo'lsa ham xudo xolasa dastlabki etib beraveramiz. Bizani manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yoq tarafdan kelsangizlar, asosiy Urganchdan, Qo'shko'pirdan, Yangi bozordan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoqdan kelsangizlar, Tamojnidan, Maqtamqulidan, O'zbekistondan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoq tarafdan kelsangizlar, Qo'shko'pirdan, Xivadan, Yangiariqdan kelsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa bizdagi xarid etgan batareyasini ham sizlarga ko'rsatib o'tsam, yana bizdagi turda har xil turdagi kotyollarimiz ham bor ena. Bunkerlar deysizlarmi, bez bunkermi, iri ko'mir, mida ko'mir, har xil ko'mir yonilgan kotyollarimiz ham bor. Bizda yana xarid etgan batareyalar inshi hamyurtimiz, masalan, yurtdan bo'lsangizlar hamyurtlar yana batareya. Bu 5 g'aznali, usti 8 xili. Her bir bükesi 85 ming so'mdan yine. Bir qator ko'rsangizlar yine 5 g'aznalı, her bir bükesi 85 ming so'mdan. Endi yurtdoshimiz xarid etgan batareya yine Stalnoy dur element deb aytiladi. Bu her bir bükesi 75 ming so'mdan. Bizda yana bir narsa, panelli batareyalarimiz ham bor. Panelli batareyalarimiz ham arzon chiqadi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaveringlar. Imanda yine panelli batareyalarimiz ham. Panelli batareyalar ham 30 santiligidan boshlanadi, 30'a 80'dan, 50'ga 1 metrlik, 50'ga 1.20,